Ikkinchi etaj bo'lsin, qishlik uylardan bo'lsin, gazi bo'lsin, suv bo'lsin, mana sizlarga Makler Otabek 3 qarshi davom etadi. Ikkinchi qavatdan, qishlik uylardan Termiz shahar, Yashil dunyo markazida bo'layapti. Elita house uylari 9 qavatli, ikkinchi etajda 3 xonali 84 kvadrat. Tashqishdan to'g'riga kelsak, bitta spalni xona yoki bo'lmasa bolalar xonasi ko'rishingiz mumkin. Mana tashqi eshikdan shundoq o'ngga qayrilganda sanuzel alohida. Dush qismi va katta mehmonxonamiz. Bosvoradigan joyi. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, narxi 645 million deb baholandi. Termiz shahar, mana Yashil dunyo markazi. Ko'ringlar, ulgurib qolinglar. 300 million yetmay qolsa, ikkilamchi ham qilib beramiz. Kuxnyamizga to'xtalyapmiz. Gaz, suv, svet aslo muammo yo'q. Lift bu yerga shart emas, ikkinchi etaj. Katyollar qo'yilgan 84 kvadrat. 640 million so'm deb baholandi. Zudlikda bosib oladigan joyi. Pastdagi nomerlarga bog'lanasizlar.